Diqqat! Ertaga O'zbekistonning 5 ta viloyatlarida yog'ingarchilik kuzatiladi. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 11 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 28-30 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 28-33 daraja iliq bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 26-31 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.